Qaysi surxobning ichiga suv solib qo'ydi? Ha, men bir hazillashdim-da. Pulingiz qolgan deb uncha baqirasiz. Dadam sarpaga bergan tufli-ku. Shunga ichiga suv solib qo'yish kerakmi? Xiyolotni. Bu dushman taraf abergan tuflisini burnimdan buloq qilaman deyman. Mayli, charchamangizlar. Nima, ayanda dadamni dada demadingiz? Uyalaman-da. Sizda uyat bormishmi? Dadamga mebeldan tortib paypaqacha aberasiz deb nagli aytganingizga sizda uyatni o'si ham yo'q deb o'ylabman. Nima aytaman, chuchumal burnidan kulib. Ideal milliy brend xolodilniklarning ham sifati zo'rda. Ideal yerda emas, uyda to'rida turish kerak. Parvardancha mana xolodilnikni uygacha ko'tarish-va. Dadam bergan xolodilnikmi? Butun mahallani hamma narsasini qaynotasi abergan degan gapini ko'targan bitta xolodilnikni ko'tara olmaysizmi? Ko'tarasiz. Shuncha gapni eshitguncha grija bo'lsam ham o'zim ko'tarib olib kirsam bo'lmasmidi? Hamma xotinni haydaversa, siz meni haydashga ham qo'rqsangiz kerak-a? Nimaga? Uydagi hamma narsani dadam abergan-ku, men ketsam uyim suvlab qoladi-da. Ovqat vaqti shirin bo'pti-ku. Ha, shirin bo'ladi-da. Dadam abergan ideal gaz plitalari-ku. Bazdan tashqari elektr konforkalari ham bor, metall ham yo'qlanib chirki bo'lib ketmaydi. Bitta otganda ketadi. Uni ideal mini pechda ham grilllar, pishiriqlar shunday zo'r chiqadi, uncha emas. 3 yil servis xizmati ham bor. Yana dadam qiynalib, qarzga bo'lsa ham abergan, shunga ham shirin bo'lsa kerak-da. Texnikalar ham ideal, mana qichima gap ham ideal bo'ldi lekin. Amaki, g'urur nima nech pul turadi? G'urur, qaynim akangizda g'urur bo'lsa biladi-da, nimaligini? Qaray, minnatga bunday qildik. Bu o'zim ahmoqman. 1000 kishilik to'y qilguncha shu mebelda o'zim qilsam bo'lmasmidi? Anam qilsam hali Ispaniyani minnat qilmayapman. Arzimagan mebelga g'urur alishvarmang, gipcha. Makridan falak hayrondir, falak bo'lganiga pushaymondir. Voy dod, xos qo'yaman. Chida. Mana taksi ham keldi. Bizni mashinada tug'ish mumkin emas, o'zi hozirgina moykadan chiqdim. Voy dod. Bo'ldi, o'tiring. Bala qolgan yana taksichi ekan-da. Ukajon, bos, tezroq hayda. Aka qilarishni qilasiz, menga baqirasizmi? Ko'cha to'la yama, radar, kecham kuchda 200 ming ishlab 700 ming ish tarafga to'laganman. Ukajon, qanaqa radar? Axir bu yerda bir insonning hayoti hal bo'lyapti. Rostdan ham shunchalik bag'ri tosh bo'lib ketdimmi? Axir homilador-ku. Aka o'zingizni mashinangiz bor ekan-ku, nima mening gazini bosmangiz? Jinnimizdan gazini bosam, nadaraga tushaman-ku. Suv ichaman. Bor, ukajon magazindan suv olib chiq. Xo'p, qanaqasidan? Voy, eng qimmatidan ol. Pulini berasiz. Bo'ldi. Pulni ekanam qilib o'zim oriqdan suv ichaman, klientga eng qimmati. Nomila yarim kilo kalbasa ham obid qilmoqdik-da. Bu pulini oxirida olaman. Ana keldik. Sizlardan hammasi bu. Tug'ib qo'yaman hozir. Ket, kiramiz xotin. Radar shuncha qilgan rasxotim yaxta tursin. Yo'lkirani ham to'lamay suraverdik bular. Voy tabriklayman, qo'chqordagi o'g'il tug'ildi. Suyunchini cho'zing. Jenglar meni, jeb bitiringlar. Hamma mashinaga moy solsam, gaz solsam, radaringga to'lasam, klient ko'ngliga qarasam, mashina remont qilsam, tekinga qo'ygam yetmaganda suyunch bilan berishim kerakmi? Meni aybim yandek kishi bo'lganimmi? Mana 5 ta yulduzcha ham bosmabdi. Hozircha qanday olib kelgan taksichining familiyasi nima ekan? Onasini ham sen bu yerda tuz qurmazam, familiyamni berdirib 20 ming aliment to'lattiradi. Qoch! I love it.